Assalomu alaykum hammaga. Men Jizzax davlat pedagogika universiteti logopediya yo'nalishi 4-kurs 522-guruh talabasi Yoqubjonova Ruxshona. Bugun nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarni oilada tarbiyalash fanidan nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarni ijtimoiy munosabatlarni shakllanishda oilaning roli mavzusi haqida gaplashamiz. Endi mavzumiz rejalari. Birinchi reja: nutq kamchiliklariga ega bolalarning ijtimoiy rivojlanish xususiyatlari. Ikkinchi reja: oilaviy tarbiya jarayonining nutqiy nuqsonli bolalar ijtimoiylashuvdagi o'rni. Uchinchisi: ota-ona ishtiroki va ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishning samarali usullari. To'rtinchi reja: xulosa. Endi birinchi rejaga o'tamiz. Boshlaymiz. Nutq kamchiliklariga ega bo'lgan bolalarning ijtimoiy rivojlanish jarayoni sog'lom tengdoshlarnikiga qaraganda nisbatan bir qadar sekinroq, ya'ni kechroq kechadi. Chunki nutq bola uchun asosiy muloqot vositasi hisoblanadi, ya'ni atrofdagilar bilan aloqaga kirishning eng muhim yo'lidir. Ya'ni bu nutq hisoblanadi. Bola o'z fikrlarini erkin ifoda eta olmaganligi yoki boshqalarning nutqini to'liq qabul qila olmaganligi sababli, ya'ni o'zini namoyon qila olmaydi, imkoniyatlari cheklanadi, ya'ni ijtimoiy tajribasi cheklanadi. Shuning uchun bu kabi bolalarda ko'pincha tortinchoqlik, boshqalardan ajralib qolish, o'ziga ishonchsizlik, yangi vaziyatlardan qo'rqish kabi holatlar kuzatilishi mumkin. Ularning muloqotga kirishishi ko'proq vaqt va qo'llab-quvvatlashni talab qiladi. Tengdoshlari bilan muloqot jarayonida ham qiyinchiliklar seziladi, ya'ni bolalar o'yin vaqtida tushunmovchiliklar sababli ishtirok eta olmasliklari, ya'ni u bolalarni chetga chiqarib qo'yishlari, o'yiniga qo'shmaslik holatlari kuzatiladi. O'z rolini to'liq bajara olmaydi, ya'ni o'yin jarayonidan chetlab qolishi mumkin. Bu esa ular uchun ijtimoiy tajribalarning kamayishi, hissiy reaksiyalar va xulq-atvorlarning bir me'yorda rivojlanmasligiga olib keladi. Bunday holatlar ko'proq kattalarga yopishib qolishga moyillik bo'ladi. Chunki kattalar ularni tezroq tushunadi, ularga yordam beradi va o'zlarini xavfsiz qilishlariga imkon yaratadi. Shuningdek, nutq funksiyasi buzilgan bolalarda emotsional soha ham sezilarli darajada ta'sirlanadi. O'z fikrini ifoda eta olmaslik, ichki ziddiyatlar, qo'rquv, asabiylik kuchayadi. Bu esa bolalarning o'zini tutishini, atrofdagilarga munosabati va umumiy ijtimoiy moslashuviga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi bolalar agressiv reaksiya, ba'zilari esa haddan tashqari passivlik kuzatiladi. Bolalarning barchasi nutqiy cheklov sababli yuzaga kelgan ijtimoiy moslashuvga uzilishiga bog'liq. Shu bilan birga, ijtimoiy rivojlanishda qanchalik sekin bo'lmasin, to'g'ri yo'naltiruvchi pedagogik yondashuv va oilaviy qo'llab-quvvatlash bola rivojlanishida katta o'zgarishlar qiladi. Ya'ni bunday bolalar bilan muntazam muloqot qilish, ularni tengdoshlari bilan birga o'ynashga jalb etish, o'z fikrini bildirishga undash va muvaffaqiyatini rag'batlantirish ijtimoiy rivojlanishni shakllantirish asosiy omillardan biri hisoblanadi. Eng muhimi, bola o'zining boshqalardan farq qilishini salbiy holat deb qabul qilmasligi kerak. Atrofdagilar esa unga mehribon, tushunadigan, sabrli munosabatda bo'lishi kerak. Shunda bola asta-sekin jamiyatda o'z o'rnini topadi, ijtimoiy tajribasi kengayadi, muloqotga kirishishdan qo'rqmay qoladi. Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarning ijtimoiy munosabatida avvalo ularni o'sgan oilaviy muhiti bilan bog'liq, chambarchas bog'liq bo'ladi. Ya'ni bu oila bolaning birinchi maktabi, birinchi muloqot muhiti va psixologik tayanchi hisoblanadi. Shu sababli oiladagi munosabatlar ota-onaning emotsional qo'llab-quvvatlashi va
tarbiyaviy yondashuvi va ijtimoiy rivojlanishining har bir bosqichida bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bola nutqidagi nuqson bo'lsa, u o'zini tushunishga qiynaladi. Bola nutqida nuqson bo'lsa, u o'zini tushuntirishga qiynaladi. Biroq agar oilada mehrli, sabr va tinch muhit bo'lsa, ya'ni hukm sursa, bola o'zini xavfsiz his qiladi va muloqotga bo'lgan ishtiyoqini yo'qotmaydi. Ota-onani bolaga nisbatan iliq va tushunadigan munosabati bola uchun emotsional tayanch vazifasini bajaradi. Bunday muhit bolaning ichki ishonchini mustahkamlaydi. U gapirishga harakat qiladi, xatolardan uyalmaydi, yangi vaziyatlarga moslashish osonroq kechadi. Aksincha, oilada taranglik, kamsitish, shoshilish va bolani tanqid qilish ko'p bo'lsa, bola o'zini himoyasiz his qiladi. Natijada muloqotdan qochish, nutqiy faolligini pasayishi, emotsional zo'riqish paydo bo'lishi mumkin. Ba'zan bola gapirishdan qo'rqib qoladi va atrofdagilar bilan aloqaga kirishishni istamaydi, umuman gapirmay qo'yishi ham mumkin. Bu esa uning ijtimoiy munosabatlarda imkoniyatlarini yanada cheklab qo'yadi. Oilaning to'g'ri yondashuvi bolaning ijtimoiy tajribasi kengayishida katta ahamiyatga ega. Masalan, ota-onaning bolaning tengdoshlari bilan o'ynashga undashi, oilaviy suhbatlarga jalb qilinishi, biror qarorni qabul qilishda birga muhokama qilishi, bularning barchasi bolaga muloqot qilish, fikr bildirish, boshqalarni tinglash ko'nikmalarini shakllantiradi. Hatto oddiy uy yumushlarini bajarish, bolaga kichik vazifalarni berish ham bolani mas'uliyat hissini orttiradi, faol muloqot ehtiyojini kuchaytiradi. Shuningdek, oila ichida nutqiy mashg'ulotlarni qo'llab-quvvatlash ham muhim. Ertak o'qish, savol-javoblar, biror voqeani so'zlab berish, hikoya qilish, rasm asosida gapirish kabi mashqlar ham bolaning nutqiy faolligini ortadi. Shu jarayonlar bola va ota-ona o'rtasidagi ijtimoiy emotsional bog'liqlikni mustahkamlaydi, bolani o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Umuman olganda, oila bolaga muloqotning ilk shakllarini o'rgatuvchi maktabdir. Agar bu muhit iliq, qo'llab-quvvatlash bo'lsa, nutq kamchiliklariga ega bo'lgan bolalar ham jamiyatda o'z o'rnini tezroq topadi, tengdoshlari bilan ijobiy munosabatlarga kirishadi va ijtimoiy moslashuvi muvaffaqiyatli kechadi. Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarning jamiyatga moslashuvi, muloqotga kirishishi va tengdoshlari bilan ijobiy munosabatlar o'rnatishi eng avvalo ota-onalar tomonidan ko'rsatiladigan to'g'ri yondashuvlar va muntazam ko'rsatiladigan yordamlarga bog'liq. Ota-ona bolaning eng yaqin suhbatdoshi, uning nutqiy va ijtimoiy tajribasini shakllantiruvchi asosiy tarbiyachisi hisoblanadi. Shu sababli bolaning nutqiy cheklovlarini hisobga olgan holda muloqotni rivojlantiruvchi turli samarali usullardan foydalanish zarur. Dastlab ota-onalar bolaga qulay, xavfsiz, mehrli muhitni yaratish lozim. Bola gapirishga harakat qilganda uni tinglashi, shoshilmasdan, xatolarni keskin tanqid qilmasdan, aksincha rag'batlantirish va bu uning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Chunki bola o'zini tushunadigan va qo'llab-quvvatlaydigan muhitda o'zini his qilganda muloqotga bo'lgan ehtiyoji kuchayadi, ijtimoiy faol bo'lishga intiladi. Ota-onaning kundalik hayotda nutqiy faollikni oshirish bo'yicha qo'llashi mumkin bo'lgan samarali usullar mavjud. Masalan, ertak aytish, bolaga ertak o'qib berish va keyin uni mazmuni haqida suhbatlashish, ya'ni boladan o'sha ertakni mazmunini so'rash, ya'ni bolaga aytib berishni so'rash. Kundalik voqealarni birga muhokama qilishi, rasmlar asosida oila a'zolarini o'rtasida kichik suhbatlarni tashkil qilishi, bularning barchasi
bolaning nutqiy va ijtimoiy faolligini oshiradi. Ota-onaning ovozi, ohangi, so'z boyligi, muloqot uslubi bolaga tabiiy ravishda ko'chadi. Nutqiy rivojlanishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, ota-ona bolani turli ijtimoiy vaziyatlarda asta-sekin kirib borishi ham muhim hisoblanadi. Masalan, tengdoshlar bilan o'yin tashkil qilish, sayr paytida boshqa bolalar bilan tanishtirish, kichik jamoaviy mashg'ulotlarga olib borish bular bolaning ijtimoiy vaziyatlarga moslashishiga yordam beradi. Bu jarayonda bolani majburlamaslik kerak, balki asta-sekin qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ota-ona shuningdek logoped, psixolog va tarbiyachi bilan doimiy hamkorlikda bo'lishi lozim. Mutaxassislar bergan topshiriqlarni, ya'ni uyga vazifalarni uy sharoitida bajarish, bolaning taraqqiyoti haqida muntazam kuzatuv yuritish va muammolarni birgalikda muhokama qilishi ijtimoiy ko'nikmalarni yanada mustahkamlaydi. Ota-ona va mutaxassislar o'rtasidagi uyg'unlik bolaning rivojlanishida eng yaxshi natijani beradi. Shu tariqa ota-ona ishtiroki bu faqat tarbiya jarayoni emas, balki bolaning jamiyatdagi moslashuvi, tengdoshlari bilan munosabati, bemalol muloqotga kirisha olishi, o'zini ishonchli his qilishi uchun zarur asosiy tayanch hisoblanadi. To'g'ri yondashuv, sabr, izchil mashg'ulotlar va mehr-muhabbat ham bolaning ijtimoiy rivojlanishida eng kuchli omillardan biridir. Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda ijtimoiy munosabatlarni shakllanishi logopedik va pedagogik yondashuv bilan birga kechmaydi. Bu jarayonda eng muhim, eng ta'sirchan omil bu oilaviy muhit hisoblanadi. Bu nutq aynan oilada shakllanadi, ya'ni nutq oilada shakllanadi. Birinchi o'rinda uning o'ziga bo'lgan ishonchi, muloqotga kirish qobiliyati, tengdoshlari bilan munosabat o'rnatish tajribasi ham birinchi navbatda oilada vujudga keladi. Shuning uchun oila bu jarayonning asosiy tarbiyachisi hisoblanadi, yo'naltiruvchisi va qo'llab-quvvatlovchi rolini bajaradi. Oilada iliq, tinch, mehrli muhit mavjudligi bolaning nutq kamchiliklarini bartaraf etishda eng muhim psixologik omillardan biridir. Ota-onaning sabrli munosabati bolaning nutqiy harakatlarga bo'lgan ijobiy munosabati, uni rag'batlantirish, bolaning muloqotga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi, jamiyatga moslashuvini yengillashtiradi. Aksincha, tanqid, shoshilish, kamsitish yoki salbiy emotsiyalar bolani nutq faoliyatini yanada sustlashtiradi, ijtimoiy aloqadan cheklanishiga olib keladi. Ya'ni u ijtimoiy hayotga moslashuvi sekinlashadi, moslasholmay qolishi ham mumkin. Ya'ni bundan tashqari nutqini tanqid qilish oqibatida bola gapirmay qolishi ham mumkin. Ota-onaning bola bilan muntazam muloqotda bo'lishi, ertak o'qish, suhbatlar tashkil qilish, rasm asosida hikoya qilish, kundalik voqealarni birga muhokama qilish kabi oddiy ammo samarali usullar ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishda juda ham katta ahamiyatga ega. Bu nafaqat nutqni rivojlantirishda, balki bolaning mustaqil fikrlashi, o'z fikrini ifoda eta olishi va jamiyatda o'z o'rnini topish. Bundan tashqari, oila mutaxassislari bilan hamkorlikda ishlagan taqdirdagi eng yaxshi natijalarga erishadi. Ya'ni bunda bolaga har tomonlama ta'sir o'tkaziladi va natija yaxshi bo'ladi. Logoped, psixolog va pedagoglar tavsiyalarini uy sharoitida davom ettirish bolaning rivojlanishini
tezlashtiradi va barqarorlashtiradi. Oila va mutaxassislar o'rtasidagi bu hamkorlik bolaning kelajakdagi ijtimoiy moslashuvi uchun mustahkam poydevor yaratadi. Xulosa qilib aytganda, nutq kamchiliklariga ega bo'lgan bolalarning ijtimoiy munosabatlari asosan oiladagi muhit, ota-onaning ishtiroki, oilaning psixologik qo'llab-quvvatlash darajasiga bog'liq hisoblanadi. Oila to'g'ri yo'l tutsa, bola nutqidagi cheklovlar uning ijtimoiy hayotida to'siq bo'lib qolmaydi. Aksincha, sevgi, sabr, mehr va izchil mashqlar yordamida bola jamiyatda o'z o'rnini topadi, tengdoshlari bilan bemalol muloqot qiladigan faol, ishonchli shaxs sifatida shakllanadi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Mavzuyimiz tugadi. Hammaga rahmat.